Assalomu alaykum, hurmatli tadqiqotchilar. Shaxsiy tadqiqotimga oid guruh farqliklari borasidagi demak tahlillarni davom etamiz. Yuqoridagi amaliy video qo'llanmalarda independent t-test, ANOVA testlarini ishladik va ANOVA testlarda farq borligi aniqlangandan keyin demak post hoc testlaridan foydalandik. Yana demak guruh farqliklarida yana davom etamiz. Bunda demak survey tadqiqotimda ishtirok etgan respondentlarni raqamli moliya xizmatlaridan foydalanish chastotasiga ko'ra ham guruhlar shakllangan. Qaysiki foydalanmayman yoki bir oyda bir foydalanaman, haftasiga foydalanaman, har kuni foydalanaman va hokazo. Bu yerda yana 5 ta guruh farqlangan. Mana shu 5 ta guruh bo'yicha respondentlar demak tadqiqot modelimdagi tobe o'zgaruvchilarga nisbatan qanday bahoni berishgan, bu bo'yicha farq bormi? Farq bor bo'ladigan bo'lsa, qaysi guruhlar o'rtasida farq bor? Mana shuni ko'rib chiqamiz. Yana demak ANOVA, klassik ANOVAdan foydalanamiz bu yerda va bunda demak agar guruhlar o'rtasida farq bo'ladigan bo'lsa, Bonferroni post hoc testini ham birgalikda demak bajaramiz. Statistics menyudan foydalanadigan bo'lsak, Liner Models va ANOVA, one way ANOVA. Bunda biz demak PUE birinchi tobe o'zgaruvchini qoldiramiz va bu yerga factor variable'ga demak educationni ko'rdik, ya'ni ta'lim darajalariga ko'ra qaysiki 3 dan ortiq guruh bo'lgani uchun ANOVAni qo'llaganmiz va bu yerda mana biz usage frequency, ya'ni foydalanish chastotasiga ko'ra ham bu yerda demak guruhlar bor. Aniqrog'ini maqolamni metodologiya qismida respondentlarga tegishli umumlashtirilgan jadvaldan ko'rishimiz mumkin. Usage frequency foydalanish chastotasiga ko'ra non user, ya'ni qaysiki foydalanmagan, demak kamdan kam foydalangan, oyiga bir necha marta foydalangan respondentlar, haftasiga bir necha marta foydalanadigan respondentlar va har kuni foydalanadigan respondentlarni ko'rishimiz mumkin. Va biz one way analysis of variance dan foydalanganimizda bu oynada birinchi tobe o'zgaruvchi va o'sha demak 5 ta mustaqil guruhdan iborat bo'lgan usage frequency nomli demak o'zgaruvchi va bu yerda mana Bonferronini belgilaymiz. Qaysiki mana shu 5 ta guruhlar o'rtasida agar birinchi tobe o'zgaruvchiga nisbatan baho berishganda farqlik bor bo'ladigan bo'lsa, qaysi guruhlar o'rtasida farq bor? Yuqoridagi video qo'llanmalarda biz buni alohida ko'rgan edik. Hozir birgalikda ko'ramiz. Mana bu natija. Bunga ko'ra mana bu natija mana Bonferroni bilan birgalikda. Yuqorida birinchi ANOVAni izohlab olsak, ANOVA testi F statistics 3.47 qiymat 0.01 dan ham, pi qiymat 0.01 dan ham kichkina. Significant natija ahamiyatli chiqyapti. Qaysiki usage frequency bo'yicha o'sha 5 ta guruh vakillari perceived usage effectiveness bo'yicha bergan baholari o'rtasida farqlik bor ekan. Va qaysi guruhlar o'rtasida farq bor deganda biz Bonferroni qiymatlariga qaraymiz. Bunda biz mana bu pi qiymatlariga qaraymiz. 0.05 dan kichik bo'lsa significant, ana shu guruhlar o'rtasida farq borligini bildiradi. Va ko'ramizki, mana bu yerda significant natija bor. Qolgan qiymatlar o'rtasida significant natija yo'q ekan. Bu qaysi guruh? Qaysiki non user, foydalanmaydigan, raqamli moliya xizmatlaridan foydalanmaydigan va mana bu demak haftasiga bir necha marta foydalanadigan guruh o'rtasida signifikant natija chiqqan. Farqlik 257. Demak, mana shu ikki guruh o'rtasida farqlik bor ekan. Ana endi buyruq command bilan ishlaymiz. Ikkinchi tobe o'zgaruvchi bo'yicha. Natija unga ko'ra mana bunday.
Birinchi ANOVAni ko'radigan bo'lsak, social impact bo'yicha usage frequency variable kategoriyalari o'rtasida farq bormi? Farq bor bo'ladigan bo'lsa, pi qiymatimiz 0,5 dan kichik bo'lishi kerak. F statistika 2,37, lekin probabilityga qaraylik, 0,05 dan biroz katta. Buga ko'ra usage frequency kategoriyalarining guruhlari o'rtasida farq yo'q deb xulosa qilsak bo'ladi. Lekin baribir Bonferroni orqali ko'rsak, buni bilamiz. Farq aslida ham bormi, yo'qmi? Uning uchun mana bu pi qiymatga qaraymiz. 0,05 dan kichik bo'lsa signifikant bo'ladi. 0,05 dan kichik qiymat yo'q, pi qiymat. Demak, ANOVA qiymatiga ko'ra bu ya'ni ijtimoiy ta'sir o'zgaruvchisi bo'yicha respondentlar bergan javoblarini biz mana bu foydalanish chastotasiga ko'ra ko'rganimizda nima farqlik yo'q ekanligi ma'lum bo'ladi. Bu ikkita jadvalni shundayligicha maqolaga joylamaymizda umumlashtirib joylaymiz. Hozir ikkala demak Bonferroni bilan birgalikda ikkala o'zgaruvchini demak o'rtasida farq borligini ko'rdik. Mana bu ANOVAni natijalarini mana bunga umumlashtirganman. Birinchi va ikkinchi toifa o'zgaruvchilarim bo'yicha F statistika qiymatlari va pi qiymatlari. Signifikanti ya'ni farqlik bor degani PUE bo'yicha edi, farqlik yo'q degani social impact bo'yicha edi. Va mana bu yerda Bonferroni post hoc natijasini berganman. Qaysiki mana bu PUE bo'yicha qaysi guruhlar o'rtasida farq bor? Mean difference o'rtacha qiymat, pi qiymat va interpretatsiya signifikant. Demak, ko'rdikki, respondentlarni raqamli moliya xizmatlaridan foydalanish bo'yicha guruhlar o'rtasida farq borligini yo'qligini tekshirdik. ANOVAga ko'ra birinchi toifa o'zgaruvchiga nisbatan guruhlar o'rtasida farq bor, social impactga ko'ra farq yo'q. Ikkinchi toifa o'zgaruvchi bo'yicha farq yo'q va PUEni alohida demak Bonferroni bilan tekshirganimizda ikkita guruh o'rtasida qaysi guruhlar o'rtasida farq borligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu kabi keyin natijalarni maqolaga joylaymiz. Albatta mana bu ko'rinishda joylamaymiz. Demak, hurmatli tadqiqotchilar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Yana demak bir nechta kichik guruh farqliklariga doir tahlillar bor. Ularni ham taqdim etamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.